Assalomu alaykum hojon ola. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Allohga shukr, rahmat. Qayerdan keldinglar sanatoriyamga? Toshkentdan. Toshkentdan kelganmiz. Aha. Toshkentdan keldik. Juda yaxshi. Qalaysiz? Taassurotlaringiz Juda ham sanatoriyamiz yaxshi taassurotlari. Birinchi o'chirda muomalalari juda ham chiroyli muomalalari, juda ham shirin so'z. Yaxshi. Hammasi yaxshi. Joyda lechinalar yaxshi. Mana oyoqlarimiz og'ridi, oyoq og'ridi, qoldi ancha. Yaxshi yordam berdi bizga. Sirvodorodlari bor ekan, ko'p narsalar bizga yoqadigan narsalar bor ekan. Yaxshi lechina oldik, yaxshi dam oldik. Nima deydi? Qoniqdik biza. Juda yaxshi. Rahmat. Shu yerda nima qo'ygan insonlar ovqatlari ham yaxshi. Bo'ladi, ovqatlari ham yaxshi. Ovqatlari ham yaxshi, yomon emas. Bo'ladi, shunchalik bo'ladi. Bundan shuncha odamga ovqat qilishni o'zi bo'lmaydi o'g'lim. Juda ham Albatta. yaxshi. Ne yeyapmiz, Allohga shukr, yaxshi tuzlamaylari joyida, shiringina qilishyapti, yeyapmiz. Tan joylari sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Shu yerda yurg'izgan odamni ham tan joylari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Shuncha insonlar mana shu yerdan lechini olib, sog' bo'lishib, yaxshi nastroyeniyalar bilan ketishyapti. Allohga shukr. Yaxshi. Shifo olamiz, yaxshi bo'ladi. Xursandsilar, a? Xursandmiz, rahmat. Shularga ochganlarga ham, shu bizga qarayotganlarga ham, shu medsestralar bormi, hammalari shirin so'z, rahmat. Shu yerda yaxshi damlarni olamiz.